Assalamualaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Sayfimizga xush keldinglar. Mazkur sayfimizda mush bir hafta jarayonida radiomizda anlatilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'urlar diyoridagi asabiylikka qarshi turish harakatining bir qismi sifatida Uyg'urlarning uylaridagi joy namoz va Qur'oni Karimning majburiy yig'ilishga boshlaganligi ma'lum bo'ldi. Korli shahriga qarashli Qarjulg'un yezisidagi kanit sekretarlaridan biri o'z kanitidan 500 dan ortiq joy namoz, 4-5 ming parcha diniy kitob yig'ilinganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Korli shahrida ta'sis qilingan 3 xil joydagi epiq tarbiyalash markaziga oz degandimi 2100 kishi diniy asabiylik chetilib solingan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Uyg'urlar diyorida Qur'oni Karim, joy namoz va boshqa diniy buyumlarning yig'ilinganligini inkor qildi. İlham To'xtining ömürlük qamoq jazosiga mahkum bo'lganiga to'p-to'g'ri 3 yil bo'lganligi munosabati bilan bir qism xalqarалық tashkilotlar maqola va bayonotlar e'lon qildi. İlham To'xti guruhining raisi Anvarjonning bayonotida dunyoning İlham To'xtini unutmaydiganligi ta'kidlandi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari bo'limining direktori Sophie Richardson xonim bu vaqtda so'z qilib, Xitoy hukumatining İlham To'xtidek bir ziyolini turmaga tashlanishi ularning tanqidiy fikriga qaysi darajada dushmanlik nazarda qaraydiganligini ko'rsatdi dedi. Uyg'ur ziyolisi İlham To'xti 2014-yili sentabrda davlatni parchalashga urinish qatorliq jinoyatlar bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Xotan ma'rif tarmoqlari tarqatgan yasli o'qituvchilari uchun 8 moddalik intizom nomli belgilamada Uyg'ur tili va diniy e'tiqod qat'iy man qilingan. Xotan viloyatidagi bir yasli o'qituvchisi bu haqda ma'lumot berib, Uyg'ur tili va diniy e'tiqoddan boshqa yana Uyg'ur tarixi, madaniyati yoki Uyg'ur urf-odatlarini aks ettiradigan har qanday rasm, husn-xat va tamgizlarning cheklanganligini bildirdi. Mutaxassislar bu vaqtda fikr bayon qilib, boshqalarning til erkinligini tortib olish hozirgi dunyoning taraqqiyot iqimiga xilof qilmishdir. Xitoy hukumati bu usullar orqali Uyg'urlarning tilini yo'qotmaydi dedi. Bu yil iyulning boshlarida Misrning har qaysi shaharlarida qo'lga ilingan 200 ga yaqin Uyg'ur o'quvchining bir qismi Xitoyga qaytarilgan bo'lsa, yana bir qismi qo'yib berilgan edi. Ammo bu o'quvchilardan qamalganlarning keyingi izdiriga izchil noma'lum bo'lib turmoqda. Shu qatorda hozirgacha izdiraksiz bo'layotgan Uyg'ur tutqunlardan Muxtar Ro'zi haqida uning ayoli Maryam xonim murojaatnoma e'lon qildi. Murojaatnomada u yo'ldishining hech qanday qonunsiz ishga aralashmaganligini ta'kidladi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi 26-sentabr bayonot e'lon qilib, Misr doiralarini g'oyib bo'lgan Uyg'ur o'quvchilarning oqibati haqida ma'lumot berishga chaqirdi. Bu yilning boshlarida ijro qilinishga boshlagan Uyg'ur dehqonlarining terilg'u yerlarini qayta tizimlash siyosatining navbatda Uyg'ur elidagi Uyg'ur dehqonlarini terilg'u yerlardan mahrum qilayotganligi ma'lum bo'ldi. Muxbirimizning eli tavasidagi dehqonlardan ahvol egallashi jarayonida Xitoy ko'chmanlari ochgan zavod va korxonalarning taraqqiyot rayoni barpo qilish nomida Uyg'ur dehqonlarining terilg'u yerlarini arzon bahoda majburiy sotib olganligi oshkor bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, o'di yerlarni qayta tizimlash jarayonida yerlardan va yayloqlardan ayrilib qolgan Uyg'ur dehqonlar va boqmachilar, shuningdek qozoq chorvachilar iqtisodiy manbadan ayrilganligi uchun turmushda zo'r qiyinchiliklarga duch kelmoqda ekan. Xitoy hukumatining 1-oktyabrdagi davlat bayrami kunida Washington shahridagi Xitoy elchixonasi oldida Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq xalqlarning birlashma norozilik namoyishi o'tkazildi. Amerika Uyg'ur birlashmasi bu munosabat bilan bayonot e'lon qilib, aziz vatanimiz Sharq Turkiston tarixda misli ko'rilmagan zulmda ingrayotgan mushundaq bir paytda hur dunyoda yashayotgan har bir Uyg'ur mushu namoyish orqali o'z ovozini dunyoga anglitdi dedi. Bu qitimliq namoyishga Amerikadagi Uyg'ur davosida yetakchi rol o'ynayotganlardan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Rabiya Qadir xonim, muavin raisi Ömer Qanat, Amerika Uyg'ur birlashmasi raisi Ilshad Hasan, shuningdek Amerikadagi Uyg'ur jamoati faol ovoz qo'shdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.